SSR davridagi kabachkovый ikra, o'sha stolovda beradigan mazali kabachkovый ikran retseptini qoldiraman qizlar. O'zim Lyubov Kimdan olganman, aytib o'tibman. Avtorini YouTube'da yozsangiz shunda chiqadi. 4 yildan beri shu retsept bo'yicha yopaman. Bir marta ham uyaltirib qo'ymagan. Mazasi zo'r chiqadi qizlar. Shunaqa piyozlarni maydalab olasizlar. Birinchi oldin men pichog'imni yaxshilab chaqlab olaman bunaqa narsalardan oldin. Keyin sabzlarni yuvib olaman. Birinchi piyozni maydalabganingizdan keyin qovurasizlar, yog'da qovurib olasizlar. Sariq rangi kirgandan keyin sabzni solasizlar va birga qovurasizlar. Sabzni ham rangi sariq bo'lgandan keyin, qovurilgandan keyin, undan keyin kabachki solasizlar qizlar. Va kabachki yumshab ketgandan keyin ruchnoy blenderda blender qilasizlar. Eslab qolinglar qizlar, ichiga tomat solinadi, rangi juda ham chiroyli bo'ladi. 4-5 qoshiq solinadi, qanaqa rangini xohlasanglar. Shakar, tuz, qora murch solinadi va uksus solinadi qizlar. 3 marta mazasini ko'rasizlar, pafkusi qarab solasizlar. Va ruchnoy blenderda mayda anaqa pyure obrazni qilib olasizlar. Ko'rsanglar bo'ladi. Hamma jarayonlarni qo'yib borganman. Oxirida bankalarni sterilizatsiya qilib yopib olasizlar. Retsept opisaniyada kirib ko'ringlar, o'zingiz saqlanib qolinglar. Tekshirilgan retsept qizlar.